Xudo xolasa biza 10 kishiga ehson tarqaladi, ya'ni 10 kishiga. O'sha siz bilishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlarni Achchuchoy kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bilamiz, bizni multiradarlar tark etganidan so'ng mamlakatimizning turli nuqtalarida ko'chma radarlar soni keskin oshib bormoqda, ya'ni uchoqlar soni keskin oshib bormoqda. Xo'p, bu narsa yaxshi, ya'ni yo'llarda tezlikni me'yorlashtirish va harakat xavfsizligini ta'minlash uchun o'rnatilmoqda. Lekin sizning radar detektoringiz ushbu radarni aniqlamayapti va siz jarimaga tushib qolyapsiz. Bugungi videoda biz aynan shu yangi uchoqlarni qanday ishlashi, nima uchun radar detektorlar aniqlamayotgani, nima qilsa balki aniqlashi mumkinligi va qaysi radar detektorlar buni aniqlayotganini ko'rib chiqamiz. Siz esa kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Demak, biz boshladik. Tanishing, O'zbekistonda radarlarning otasi bo'lgan radar, ya'ni bu Avtokon radari. Nimaga bunaqa deyapman? Sababi Avtokon radari O'zbekistonda o'rnatilgan ilk radarlardan biri hisoblanadi. Aynan shu Avtokon radaridan so'ng O'zbekistonda boshqa radarlarning rivojlanishi boshlangan. Umuman olganda radar erasiga birinchi bo'lib hissa qo'shgan radarlarning biri Avtokon radari hisoblanadi. Avtokon radari o'z aslida Rossiyada ishlab chiqariladi, ya'ni Rossiyada Avtouragan yoki Avtonom nomlari bilan mashhur. Aytgancha, ushbu radarni Rossiyaning eng yetakchi kompaniyalaridan biri ishlab chiqaradi. Xo'p, Avtokon radari Rossiyada Avtouragan, bizda esa o'zimiz qayta kodi yozilgandan so'ng tushunishim bo'yicha Avtokon nomini olgan. Avtokon radari asosan tezlikni o'lchashga moslashtirilgan va Avtokon radari juda ham universal radar hisoblanadi. Ya'ni istasa u statsionar, ya'ni tepada turib ishlashi ham mumkin, istasa uni ko'chma tarzda, ya'ni uchoqlarga qo'yib ishlatsa ham bo'ladi va bu bizning O'zbekistonda ham ko'plab amaliyotlarda foydalaniladi. Umuman olganda hozirda bizning mamlakatimizda aytib o'tganimdek multiradarlar ketganidan so'ng uning o'rniga yo'llardagi tezlikni normallashtirish va harakat xavfsizligini oldini olish uchun uchoq sifatida o'rnatilyapti. Va biz tanigan eski Avtokon, ya'ni bu narsa bizga juda ham yangilik emas, aytib o'tgandek anchadan beri ushbu holatdan foydalanishadi. Nima uchun bizning radar detektorlar ushbu radarni aniqlamayapti? Bilasizmi nimaga? Sababi bu yangi o'rnatilayotgan Avtokon radari, ya'ni uchoq o'rnatilayotgan radar ham aslida yangilik emas. Buni Navoiyda, Surxondaryoda va ayrim turli mamlakatimizning nuqtasidagi haydovchilar yaxshi bilishadi. Ya'ni bu narsa ilgari ham bo'lib, ushbu radarni biz indamas Avtokon deb atalardi. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, ikkalasi ham turq tarovati, ya'ni yuzi, ya'ni ko'rinishi bir xil. Nimaga unda radar detektorlarimiz ushbu radarni aniqlamayapti? Keling, tushuntirib beraman. Radarlar o'zi ikki xil tarzda haydovchilarni jarimaga tortiladi. Birinchisi bu odatiy bo'lgan Doppler effektiga asoslangan. Ya'ni radardan nur chiqadi, nur borib mashinaga uriladi va qaytib kelayotgan paytda chastotalar o'zgaradi va shunda radar uning tezligini aniqlaydi. Va qo'shimcha bo'lgan kameralar va speshkalar uni mashinaning rasmini olishga va bazaga jo'natishga yordam qiladi. Ikkinchisi esa bu oddiy matematika, sun'iy intellekt va kameraga asoslangan. Ya'ni radar sizni ko'radi, sizning kelayotganingizni hisoblab, ya'ni necha marta rasmga oladi va o'rtacha tezlikni chiqarib berib, sizning tezligingiz taxminiy shunaqa tezlikda ekan deb matematikaga asoslanib sizning tezligingizni sizga ko'rsatib beradi. Shuning uchun ham bizning hozirgi Avtokonimiz aynan shu tarzda ishlaydi. Qo'shimchasiga aytib o'taman, menga kelgan ma'lumotlarga ko'ra bu qanchalik to'g'ri, qanchalik xatoligini bilmayman. Aynan shunaqa tarzda ishlash prinsipini, ya'ni uchoqqa o'rnatib, ya'ni kameraviy tarzda ishlashni Avtokonga kodini, ya'ni o'sha dasturini o'zbek muhandislar, ya'ni injenerlar tomonidan o'ylab topilgan. To'g'ri, bu bizni xafa qilishi mumkin, ya'ni haydovchilarning jarimaga tushish ehtimoli katta bo'ladi, lekin umuman olganda radar texnologiyasi va injenerlik jihatdan, dastur kod yozish jihatdan bizning o'sha injenerlarimizga shunchaki respekt, bu juda ham kuchli natija desa ham bo'laveradi. Qo'shimchasiga ushbu narsani bemalol chet ellarga, Yevropaga, Amerikaga va boshqa davlatlarga ushbu narsani patentlab sotish ham mumkin. Bu shunchaki ajoyib, lekin biz uchun salgina yoqimsiz holat bo'lishi mumkin. Tushunganingizdek, shuning uchun ham bizning radar detektorimiz ushbu radarni aniqlamaydi. Tushunganingizdek, radar detektor radardan nur chiqadigan bo'lsa, o'ziga qabul qilib, signalini tekshiradida, bu radar ekan deb bizni ogohlantiradi. Yangi radarlarda esa bu narsa yo'q. Lekin buni aniqlashtirsa bo'ladimi? Ya'ni baribir hamma narsaning iloji bor-ku. Demak, uni hozir ko'rib chiqamiz.
Demak, ushbu radarni aniqlashtirishni bir necha yo'li bor. Birinchisi, albatta sizda radar detektor kerak bo'ladi. Ya'ni ishlab chiqaruvchilar, ya'ni radar detektorining miyasiga, ya'ni radar detektoringizni yangilab turadigan bo'lsangiz, ushbu uch oyoq, ya'ni ko'chma radarni taxminiy turadigan nuqtalarni miyasiga kiritib qo'yadi. Va siz o'sha nuqtaga yaqinlashadigan bo'lsangiz, radar detektor oldingizda taxminan xavfli nuqta, xavfli radar, pistirma, shunga o'xshash narsa bor deb ogohlantiradi. Ikkinchisi esa, keling, ko'rib chiqishdan oldin birinchi navbatda bizning qahramonimiz, ya'ni radarni Avtokon bilan yaqindan tanishaylik. Birinchi navbatda ko'rib turganimizdek, radar temir qobiq bilan o'ralgan. Aslida temir qobiq bilan o'rash sababi tushunganingizdek bu himoya uchun. Radar o'zi aslida juda ham katta bo'lmaydi. Uning ichida kichikroq bo'lgan modullar turadi. Endi uni temir qobiq bilan qilishning sababi bu ko'chma radar bo'lgani uchun har xil ekspluatatsiya qilayotgan paytda, chapga o'ngga olib borayotgan paytda qirilmasligi uchun, yomg'ir qorlardan yoki har xil force major holatlarda tushib ketib sinmasligi uchun quyidagicha qilingan. Va aytgancha, qo'shimchasiga aytishim mumkinki, bu temir qobiqning yana bitta afzallik tomoni, kimdir bilib yoki bilmasdan ushbu radarga zarar yetkazmaslik uchun ham quyidagicha qilib temir qobiq bilan o'ralgan. Aytgancha, bu narsani hech kimga tavsiya bermayman. Bu davlat mulki hisoblanadi. Agarda siz davlat mulkiga zarar yetkazadigan bo'lsangiz, sizga juda ham katta jarimalar va albatta ushbu radarning o'zi ham arzon turmaydi. Ya'ni eng kamida 380-320 milliondan boshlanadi. Shuning uchun ham siz ushbu radarga zarar yetkazmasdan, shunchaki qoidani buzmasdan, tezlikni oshirmasdan harakat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Ikkinchi navbatda bizning ko'zimizga tushadigan tepadagi oq yoki eski avtokonlarda turadigan qora shaybacha bu nimani anglatadi? Bu uning GPS moduli. Nima uchun GPS moduli kerak deyishingiz mumkin. Har bitta siz tushgan jarimangizni qaraydigan bo'lsangiz, radarning o'sha jarima pastida koordinatalar yozilgan. Ya'ni sizni qayerda jarima tushirganingizni bilish uchun va albatta ma'lumot uchun. Agarda siz o'sha lokatsiya bo'yicha borib, yaqin 250 metrgacha yoki 600 metrgacha bo'lgan masofada radar belgisi bo'lmaydigan bo'lsa, ushbu radarning jarimasi noqonuniy hisoblanadi. Ya'ni tushunganingizdek, radargacha eng kamida 250 metr, eng maksimal 600 metrgacha bo'lgan masofada radar belgisi o'rnatilgan bo'lishi kerak. Agarda shu talablarga javob bermaydigan bo'lsa, demak, sizning jarimangiz noqonuniy. Qo'shimchasiga aytib o'taman, hozirda aynan ko'chma radarlar qonuniy tarzda o'rnatiladi va har bitta ularning qo'yiladigan nuqtasi uning miyasida bor. Ya'ni patrul xodimi kelib radarni o'rnatadi va aynan o'sha lokatsiyani belgilaydi. Ya'ni ularga maxsus sozlamalar ichida lokatsiyalar ketma-ketligi bor. Misol uchun Toshkent shahar, Katta Shoh ko'chasi yoki Samarqand shahar, qanaqadir shaharning nomi turadi, o'shani joyda belgilashadi. Shundagina radar ishlashni boshlaydi. Shuning uchun ham GPS moduli kerak. Bizning keyingi ko'zimizga tushadigan narsa bu yangi avtokonlarda oldi tomondagi oq korobkacha deylik va eskisida esa qora bo'lgan korobkachasi. Bu nima vazifani bajaradi? Eskisida, qorasida biz aniq bilardik, bu uning dopleri, ya'ni uning radarni aniqlaydigan nuqtasi. Aynan o'sha joydan nur chiqib, mashinaga borib qaytib keladigan nuqtasi edi. Va yangisida ko'radigan bo'lsangiz, bu narsa oqqa almashtirildi. Bu narsani radar ishlab chiqaruvchilar birinchi jihatda ko'rib xursand bo'lishdi, sababi ilgari qora bo'ladigan bo'lsa, oq bo'lsa ham u yoqdan nimadir signal olsa bo'lardi deb. Lekin tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, balki haqiqatdan yana ham bilmadim, aynan shu oq nuqtasi radarning hech qanaqa signal chiqaradigan nuqtasi emas ekan. U faqatgina baza bilan aloqasi, ya'ni shu orqali siz jarima tushadigan bo'lsangiz, to'g'ridan to'g'ri ichki ishlar bazasiga tushadi va sizga jarima yuboradigan modul ekan. Lekin haligacha ayrim ishlab chiqaruvchilar va ayrim insonlar, men shaxsan o'zim ba'zida o'ylab qolaman, balki haqiqatdan o'sha yerda radarning chastotasi bo'lishi mumkin. Sababi bizning radarlar faqat K diapazonda, balki boshqa diapazonda ham ishlaydi. Shuning uchun ham bu narsa haligacha sir bo'lib qolmoqda. Katta ehtimol bilan bu narsa baza bilan aloqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham hozircha bu narsa haqida ma'lumot yo'q. Endi kutyapmiz. Xo'p, undan keyin ichki qismda kamera bo'ladi va balobatlari bo'ladi va ayrim eski turdagi avtokonlarda qo'shimcha modem bo'ladi, ya'ni internet bilan bog'lanish uchun. Ya'ni internet bilan bog'lanib birdaniga bazaga ma'lumotni yuborish uchun. Endi asosiy masalaga o'tamiz. Ya'ni ushbu radarni radar detektorlar aniqlashtirsa bo'ladimi degan fikr sizda tug'ilishi mumkin. Endi eshiting. Bilasizmi, qadim davomda Arximed shunaqa degan ekan: "Menga yerning tayanch nuqtasini bering, men uni o'z o'qidan chiqarib yuboraman."
Ha, bizning radar detektor ishlab chiqaradigan kompaniyalar ham shunaqa. Ya'ni bizga radarni bering, biz albatta uni aniqlashtiradigan qilib beramiz degandek. Xullas, radarni ko'zi mavjud. Ya'ni ko'rib turganingizdek, mana shu ikkita narsasi ko'z deb ataylik. Bu narsa nima vazifani bajaradi? Hech e'tibor berganmisiz? Siz kechqurun jarimaga tushadigan bo'lsangiz, sizning jarimangizda sizning mashinangizning raqami, mashinangizning rangi, hattoki o'zingiz ham kameraga tushasiz. Ya'ni hammasi tiniq aniq. Lekin kechqurun hattoki iPhone 17 Pro Max da rasmga tushiradigan bo'lsangiz ham, sizning mashinangiz rangi ham, raqami ham ko'rinmasligi mumkin. Bu qanday ishlaydi? Aynan o'sha narsa, ya'ni radarning ikki ko'zi uning infraqizil nurlari hisoblanadi. Bu narsa kechqurun bulutli havo, yomg'irli havo, qorli havo, qanaqadir shunaqa yorug'likka oz-moz ta'sir qiladigan ob-havo sharoitlarida radarni yaxshi rasmga tushirish uchun ishlaydigan narsasi hisoblanadi. Ya'ni ushbu narsa orqali tushunganingizdek, rasm juda ham chiroyli chiqadi. Lekin eng qiziq tomoni, Silverstone kompaniyasi o'zining Doppler Pro radar detektoriga quyidagicha eksperiment qilib ko'rishgan. Ya'ni o'sha o'zining injenerlari kelib, o'rganib, ushbu radarning signalini, ya'ni o'sha infraqizil nurlarni lazer orqali aniqlashga urinishgan va ushbu narsani aniqlab, ushbu signal nuriga Avtocon N deb nom berishgan va hozirda ushbu radarni aniqlayapti. Lekin bir narsa borki, ushbu infraqizil nurlar uncha ham uzoq nurga bormaydi. Ya'ni minimal 50 metrdan maksimal 200 metrgacha aniqlashi mumkin. Va eng yomon tomoni, ushbu nurlar faqatgina lazer nur hisoblanadi. Ya'ni ilgarigi K diapazonlarda radar nuri har tomonga tarqalib ketardi. Devorga uriladi, mashinaga uriladi va tarqalib ketadi. Bu lazer bo'lgani uchun xuddi oddiy lazerni ham bir tomonga tutasiz-ku. Bu ham xuddi shunday bir tomonga ishlaydi. Ya'ni faqatgina oldi tomondan 50 metrdan 100 metrgacha, 200 metrgacha aniqlashi mumkin. Lekin hozirda yana ham Silverstone injenerlar kelib o'rganishyapti, yaqinda ham o'rganishyapti va yana ham masofani uzaytirish. Qo'shimchasiga aytib o'taman, bu narsani ishlab chiqaruvchilar ham, ya'ni radar ishlab chiqaruvchilar ham bilib qolgan shekilli, hozirda kunduz kuni o'sha infraqizil nurlarni ba'zida o'chirib qo'yishyapti, ba'zida yoqib qo'yishyapti. Ha, aytgancha aziz do'stlar, agarda sizga ham ushbu proshivka kerak bo'ladigan bo'lsa, izohlar orqali meni Telegram gruppaga o'tadigan bo'lsangiz, o'sha joyda ushbu proshivkani tashlab qo'yganman, bemalol sinab ko'rsangiz bo'ladi. Xullas do'stlar, hozirda Avtocon radari quyidagicha ishlamoqda. Shuning uchun ham yo'llarda tezlikni oshirmasdan harakat qilishingizni tavsiya qilamiz. Agarda sizga radar detektor kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga bemalol murojaat qiling. Bizda istalgan turdagi radar detektorlar mavjud, hattoki mana yangi bo'lgan Avtocondan olayotgan Doppler Pro ham mavjud. Bemalol bizga aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, chiroyli narxlarda va nastroyka, proshivka qilib ham jo'natib beramiz. Shuning uchun do'stlar, tezlikni oshirmasdan harakat qiling. Ha, aytgancha, agarda ushbu video 500 ta like oladigan bo'lsa, ushbu Avtocon haqida qanday kelib chiqqani, O'zbekistonda qanday ishlagani va juda ham qiziqarli faktlar bilan video tayyorlayman. Shuning uchun siz obuna bo'ling, like bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. O'ylaymanki, video sizlarga yoqdi, radardan, xatardan asrasin deya sizlar bilan xayrlashamiz. Sizlar bilan achchiq choy bo'ldi.